Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan Agromet kuzatuvchilari. Bugun mana universal drobilkalarimiz Navoiy viloyatiga chiqib ketyapti. Alyumin atmotkaligi, misli atmotkaligi ham bo'ladi buni. Kimga shunaqa Agromet drobilkalari kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xohlagan ob'yemlaringda ham, donaga ham sotaveramiz. Agar siz vohadan bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, bu Navoiy viloyatida to'chkamiz bor. Bizga aloqaga chiqsalaring, Navoiy viloyatidagi to'chkamizning nomerlarini beramiz. Borib o'sha yerdan ko'rib xarid qilishlaring ham mumkin. Farg'onadan zakaz qilib 3-4 kun dastavkasini kutishlaring ham shart emas. O'sha Samarqand, Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryolargacha dastavkalarimizni ham qilib beraveramiz. Navoiydan turib ham, Farg'onadan turib ham. Bu drobilkalarimiz 6,5 kW 3000 оборотli motorlar bilan jihozlangan. Motorlari yangi bo'ladi. Rabochiy narsalar ishlatilmaydi. Drobilkani sifatiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Farg'onadagi manzilimiz Kirgili eski temir bozorida bo'ladi. Battan ham kelib olishlaring mumkin.